Assalomu alaykum. Vohamiz ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan efirda kunduzgi yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Jumanazar Komilov. Aholi bandligini ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa ishlab chiqarish sohasida yangi tadbirkorlik subyektlarining tashkil qilinishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va fuqarolarning iqtisodiy imkoniyatlari oshishiga xizmat bo'lmoqda. Shovot tumanidagi Idali Qala mahallasi misolida fikrlarimiz davom etadi. Idali Qala mahallasida 509 ta xonadonda 3050 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahalla drayveri asosan chorvachilik va dehqonchilikka ixtisoslashgan, lekin shunga qaramasdan oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yayotganlar ham anchagina. Javohir Otanazarov bundan bir necha yil oldin mebel ishlab chiqarishda tajriba orttirgach, o'zining shaxsiy tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish rejasi bo'lgan. Pirovardida xonadonida ishlab chiqarish sexi tashkil qilib, o'z oilaviy korxonasiga asos soldi. Bugungi kunda mazkur sexda 12 nafar doimiy ishchining bandligi ta'minlangan. Mahalla fuqarolarini mavsumiy ish bilan ta'minlash ham yo'lga qo'yildi. Bu yerda 15 dan ortiq mebel turlari ishlab chiqarilib, viloyatimiz bo'ylab va respublikamizning turli hududlariga yetkazib berish ishlari davom etyapti. Idali Qala mahallasida aholi bandligini ta'minlashda boshqa tarmoqlarda ham bir qancha natijalarga erishilgan. Mahallamizda 34 ta issiqxona bo'lib, shu issiqxonalarning har birida ko'chatlar ekilib, mana bozorlarda sotib o'zining imkoniyatini tiklamoqdalar. Fuqarolarimiz ham o'zi uyda masalan asalarichilik, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanib, o'zlarining imkoniyatini yaxshi ko'tarib olmoqdalar. Bundan tashqari oziq-ovqat rastalarimiz bor, 6 ta ishlab chiqarish yakka tadbirkor korxonalari bor, oilaviy korxonalar bor. Bu faqat har bir odamning o'ziga bog'liq. Har kim o'zining yeridan masalan unumli foydalansa, 1 2 3 marta hosil olib turganlar bor. Masalan shu unumli foydalansa, u boqimandchilik degan narsa, kambag'alchilik degan narsa hech qachon bo'lmaydi. Yurtimizda yirik ishlab chiqarish korxonalari qatorida kichik tadbirkorlik subyektlarining tashkil qilinayotgani ishlab chiqarish sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunda nafaqat ichki bozordagi narx sifati yaxshilanishi, balki bo'sh ish o'rinlari soni ortishiga ham erishiladi. Ayni kunlarda viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati boshqarmasi tomonidan barcha shahar va tumanlar hududidan o'tuvchi mahalliy, davlat va xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'llarida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilib, piyoda hamda yo'lovchilar uchun xavfsiz harakatni ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Muxbirimiz shu haqida so'z yuritadi. Viloyatimizda harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish maqsadida yo'llarda har kuni ko'zimizga ko'rinadigan va harakatlanishimiz davomida duch keladigan yo'l elementlaridan iborat bo'lgan yo'l chiziqlarini chizish, yangi svetofor qurilmalari hamda yangi yo'l belgilarini o'rnatish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Raqamlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan 2 oyida hududlarga 659 ta yangi yo'l belgilari o'rnatilib, yaroqsiz holga kelib qolgan 41 ta yo'l belgilari almashtirildi. 951 kilometr joylarga yo'l yotiq chiziqlar chizildi. Shuningdek, 35 ta piyodalar o'tish yo'laklari chizilgan bo'lsa, 12 ta joyga yangi svetofor qurilmalari o'rnatilib, ularni ishga tushirish ishlari davom etmoqda. Aytish joizki, ushbu ishlarning sifatli va samarali bajarilishida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi maxsus ekspluatatsiya montaj bo'limining o'rni alohida. Hozirda ushbu yo'nalishdagi ishlarni jadallik bilan olib borish, harakat ishtirokchilarining yo'llarda xavfsiz harakatlanishini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarning har biri belgilangan qoidalar asosida amalga oshirilmoqda. Shunday ekan, barcha harakat ishtirokchilaridan yo'llarda yo'l elementlariga e'tiborli bo'lgan holda belgilangan qoidalarga amal qilib to'g'ri harakatlanishlarini, haydovchi, yo'lovchi yoki piyoda bo'lsin, yo'l harakati ishtirokchisi sifatidagi vazifasini unutmagan holda harakatlanishini so'rab qolamiz. Hozirda ushbu yo'nalishdagi ishlar viloyatimizning barcha hududlarida davom qilmoqda. Davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ularga soliq mobil ilovasi orqali ijtimoiy cashback olish huquqi berilgan. Hozirgi lavhada tizimdagi ana shu yangilik haqida so'z boradi. Ijtimoiy himoya yagona reyestrga kiritilgan fuqarolar endilikda amalga oshirgan ayrim xaridlardan 12% cashbackga ega bo'ladi. Bundan maqsad aholining ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Ijtimoiy cashback olish uchun ijtimoiy himoya yagona reyestrga kiritilgan jismoniy shaxslar chakana savdo obyektlaridan ayrim tovarlarni sotib olganda xarid summasidan 1% miqdoridagi cashback o'rniga 12% qo'shilgan qiymat solig'i summasini qaytarib olishlari mumkin. Bugungi kunda qo'y go'shti, parranda go'shti, mol go'shti,
tuxum, o'simlik yog'i, un, shakar, dori vositalari va tibbiy xizmatlar qo'shilgan qiymat solig'i qaytariladigan mahsulot va xizmatlar ro'yxatiga kiritilgan. 2025 yilning 1-mart holatiga ko'ra Xorazm viloyatida ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi fuqarolar soni 44869 nafarni tashkil etadi va chindan ham ushbu fuqarolar bugungi kunda chakana savdo obyektlaridan ayrim tovarlarni xarid qilganlarida imtiyoz bor. 1% cashback o'rniga ular qo'shilgan qiymat solig'i miqdorini, ya'ni 12% ni qaytarib olishlari mumkin. Buning uchun ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan fuqarolar soliq mobil ilovasidan Face ID orqali ro'yxatdan o'tishlari va ilovadan to'g'ri foydalanishlari kerak. Ijtimoiy cashbackni cashback va imtiyozlar bo'limida kuzatib borish ham mumkin. Qo'shilgan qiymat solig'i summasini chek ro'yxatdan o'tkazilgan oydan keyin oyning 25-sanasidan so'ng soliq mobil ilovasi orqali qaytarib olish mumkin. Yoshlarda milliy va umum insoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini yuksaltirish, o'zbekona kiyinish madaniyati, milliy libos va an'analarimizni keng targ'ib etish maqsadida korxona va tashkilotlar, ta'lim muassasalarida turli targ'ibot tadbirlari, tanlovlar o'tkazilmoqda. Hozirgi lavhamizda Ranch Texnologiya universitetida o'tkazilgan ana shunday tadbirlar haqida so'z boradi. Yurtimizning milliyligi albatta milliy liboslarda namoyon bo'ladi. Jumladan, Ranch Texnologiyalar universitetida ham bu an'anaga astoydil amal qilinadi. Talaba va pedagoglar barcha oliygohga milliy liboslarda kelishlari va dars jarayonlarida ham milliy shoyi-yu adras, do'ppilarda o'tirishlari an'anaga aylanmoqda. Universitetda talabalarning milliyligimizga bo'lgan qiziqish va e'tiborlarini oshirish maqsadida ham turli tanlovlar muntazam tashkil etiladi. Har juma kuni respublikamiz bo'ylab milliy liboslar kuni deb belgilangan. Va bugun biz Ranch Texnologiya universitetida ushbu tadbirni katta miqyosda nishonlashga harakat qildik. Dastavval barcha professor, o'qituvchilar va talabalardan iborat bo'lgan katta guruhimiz do'ppi kiyish bo'yicha an'anaviy qadriyatlarimizni davom ettirish maqsadida o'ziga xos milliyligimiz ufurib turgan do'ppilarni kiyib, challenge o'tkazdik. Ana undan keyin har bir xonada o'ziga xos bayramona kayfiyatda tuzatilgan xonalar, xonatlas, atras, atlas matolarimizdan iborat bo'lgan keng ko'lamdagi bezak ishlari olib borildi. Bundan tashqari, xalqimizda bolajonlikning o'ziga xos belgisi sifatida beshik, milliy taomlar va liboslarning ko'rgazmalari namoyish qilindi. Milliy liboslarimizda yal-yal yonib turgan qizlarimiz uchun atlas ko'ylaklar kiygan holatda ko'rik tanlov tashkil etildi. Ushbu ko'rik tanlovda bugungi kunda pop, rock, rap singari musiqalar ommalashgan bir paytda mumtoz adabiyotimiz namoyandalarining g'azallariga bitilgan kuy-qo'shiqlarga raqslar ijro etildi. Shu bilan birga talaba qizlarimiz tomonidan milliy ohanglarimizdagi qo'shiqlar kuylandi. Ushbu tadbir barcha professor, o'qituvchilarimiz va talabalarimizda o'ziga xos kayfiyat beribgina qolmasdan navbatdagi rejalarni belgilab olish uchun zamin hozirladi. Biz universitetimiz jamoasi bilan nafaqat milliy liboslarga, balki azaldan qadimdan rivojlanib kelayotgan xalqimizning milliy urf-odatlari, an'analari va xalq o'yinlariga e'tibor qaratishga harakat qildik. Bilamizki, har bir xalqning milliy urf-odatlari, an'anasi o'sha xalqning qanday xalq ekanligining ko'zgusidir. Tadbir jarayonida milliy liboslar bilan bir qatorda yana o'zbekning milliy do'ppisiga, milliy bosh kiyimiga ham e'tibor qaratdik. Jumladan, Xorazm xalqining milliy bosh kiyimi bo'lgan, o'zbek ayollarining milliy bosh kiyimi bo'lgan lachak o'rash marosimini ham yoshlarimizga ko'rsatib berdik va buni targ'ib qildik deb o'ylayman. Chunki ayollarimiz, momolarimiz qadimdan 63 yoshga kirganda lachak o'rash marosimi xalq orasida o'tkazilgan. Va bu lachakni o'ragan momolarimiz o'zining keyingi hayotida yoshlarga o'rnak bo'ladigan o'zining yaxshi ishlarini, yaxshi amallarini ko'rsatib, tarbiyada, ta'limda, yoshlar tarbiyasiga o'z hissalarini qo'shganlar. Bu galdagi milliy liboslar tanlovi milliy xalq o'yinlariga ulanib ketdi. Qizlar o'z milliyligini, liboslari va qadimiy odatlarini aks ettirishda ko'rsatishsa, yigitlar milliy xalq o'yinlarida o'z qadriyatlarimizga bo'lgan hurmat va qiziqishlarini namoyish etishdi. Ushbu tadbir, ko'rgazma va musobaqalarda oliygohdagi ko'plab iqtidorli talabalar kashf etildi. Hakamlar hay'at a'zolari turli yo'nalishlarda ishtirokchilarni baholab bordilar. Bu kabi tadbirlar oliygohda har hafta davom ettiriladi.
Dasturimizning sportga oid yangilik bilan davom ettiramiz. Yangi bozor tumanida dzyudo kurashi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Turnirda 103 nafar o'smir sportchi ishtirok etdi. Natijalar bilan muxbirimiz Davron Sharipov tanishtiradi. Olimpiya o'yinlari dasturidan o'rin olgan dzyudo yakka kurashi bugungi kunda viloyatimizda eng ommaviy va yoshlar orasida mashhur sport turlaridan biri hisoblanadi. Bu bejiz emas albatta. Aynan dzyudo bo'yicha yoshlarimiz respublika va jahonning eng nufuzli musobaqalarida yorqin g'alabalarga sazovor bo'lib kelishyapti. Olimpiya o'yinlarining birinchi medallari ham aynan dzyudo bo'yicha viloyat hisobiga yozilgan. Shuning uchun har safar viloyatimizning qaysi hududida o'tkazilmasin, dzyudochilar musobaqasi qizg'in bahslar ostida bo'lib o'tadi. Yangi bozor tumanidagi 1-son sport maktabida o'tkazilgan tuman hokimi kubogi musobaqasi ham bundan mustasno emas. O'smir dzyudochilar bahslarida o'z yosh toifalarida yuqori natijalarga sazovor bo'lgan mahoratli polvonlar ishtirok etib, nimaga qodir ekanliklarini ko'rsatishdi. Turnirda o'smir yoshidagi o'g'il bolalar 7 ta vazn toifasida, qizlar esa 6 ta vaznda o'z imkoniyatini hakamlar ko'rigidan o'tkazishdi. Umumjamoa hisobida Xorazm viloyat kurash mahorat maktabi, Urganch dzyudo sport mahorat maktabi hamda Yangibozor tumanidagi 1-son sport maktabi dzyudochilari yuqori tayyorgarliklarini ko'rsatib, aksariyat vazn toifalarida peshqadam bo'lishdi. Musobaqa g'olib va sovrindorlari Yangibozor tuman hokimligi va viloyat sport boshqarmasining medal, faxriyorlik va sovg'alari bilan taqdirlandilar. Hozirgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.